Oshna, ana ichki kiyim do'konidagi yangiliklar eshitdingmi? Yo'q, eshitmadim. Eshitmading? Yo'q. Mana ichki kiyim do'konidagi yangiliklar eshitdingmi? Yo'q, qanaqa yangilik? Salla hamma asem tuzam, mana eshitmadim deb. Hamma yangilik Baby House'dan chiqdi. O'shada. To'g'ri. Ichki kiyim do'konidagi yangilik eshitdingmi-ku? Yo'q. Salla qo'shni bo'lmay o'l bir deb. Hamma o'lib ketdi eshitmadim deb. O'shaga hali hammasi meni asabimni buzibdi. Yo'q, ichki kiyim do'konidagi yangilik eshitmaydi deb. Okey, hammasiga tushuntiring bitta-bitta. O'zi tassallat tashlayman hammasini. Qanaqa yangi? Do'konimizni faxrisiz-da. Uyat bo'ladi. Mana ichki kiyim do'konidagi 70%, 80% tovarlar mana Baby House'ga o'xshab kileli bo'lib ketdi. Kilaga sotibdi ichki kiyimlarni hammasini ayollarning. Bunda hamma gruppaga aytaymi unda? O'shani ayt, hammasi bilaman. Siz do'konni faxr bo'lib bilmaymanmi? Hammasiga yetkazamiz. Tezroq bo'ling, hammaga aytib chiqing. Erta qo'madi tovarlar. Xo'p bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bilasizlar, bizning Sumalardagi Baby House do'konimiz yonginasida gilos ayollar ichki liboslar do'konimiz bor. Juda ko'pchilik o'z davlen ham o'shir bo'ldi meni, eshitmadi deb. Ushbu ichki kiyim do'konimizda ham 80%, 70% mahsulotlar kilali bo'lib ketdi. Juda arzon chiqibdi. Bey obzor qilish o'zimizga ep ko'rmadi, u kirib 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Ushbu videoni ostiga bu do'konimizning guruhini, ya'ni Telegram kanalini lavhasini qoldiramiz, tar lavhasini bemalol kirib qo'shilib, mahsulotlarni tanlab tarozga qo'ydirib xarid qilishinglar mumkin. Ulgurib qolinglar, mahsulotlarimiz soni chegaralangan.